Qur'oni Karimda Alloh aytadiki, mu'min va mu'minalarga qilmagan gunohlari bilan ozor beradigan kimsalar bo'xton va aniq gunohni o'zlariga olgan bo'lurlar deb. Ya'ni boshqalarda qilmagan gunohlarini gapirib ularga ozor berishlik. Mana bu narsa eng yomon narsa. Bugun jamiyatimizda bir-birimizga ozor berishlik ko'paydi azizlar. Juda ham ko'paydi. Bitta odamni qalbini parchalab yuborish, bitta odamni nohaqdan qalbiga ozor berishlik odatiy tusga kirib qolyapti. Holbuki bu musulmonga to'g'ri kelmaydigan narsa edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar, u zot payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sadaqa ham qila olmaydigan bo'lib qolsam, yaxshi ishlarni qila olmaydigan bo'lib qolsam nima qilay?" deganlarda, odamlarga yomonlik qilishdan to'xta dedilar. Odamlarga yomonlik qilishdan to'xtash bu o'sha insonda sadaqasi bo'lar ekan azizlar. Shuning uchun doim boshqa bir musulmonni qalbiga, boshqa bir insonni qalbiga ozor berishlikdan saqlanishimiz kerak. Tasavvuf ilm ulamolaridan bo'lgan Yahyo ibn Muoz rahmatullohi alayhi aytadilarki, birovga foydang tegmasa, zararing ham tegmasin. O'zgani xursand qila olmasang, uni xafa ham qilma. Birovni maqtash qo'lingdan kelmasa, u holda uni mazammat ham qilma dedilar. Agar kimgadir foyda qilish qo'limizdan kelmasa, zarar bermaylik ekan. Agar kimnidir maqtashlik qo'limizdan kelmasa, unda uni mazammat ham qilmaylik ekanda sizlar. Hozir bizda qanday bo'lyapti? Hozir juda ham ko'p